Ishdaman. Obeddan keyingi smena. Juda hozir o'tiribman. Boshim aylanib ketyapti. Havo sovuq, yomg'ir yog'yapti. Nimadan bo'lishi mumkin? Moskva City. Juda yarim soatdan vaqt ochdi. Qo'yib yubormayapti. Shu davleniyam tushib ketdi shekilli. Borib choy cholaylikchi. O'tib ketadimi? Endi qorni och bo'lib ochmas. Qorni to'q. Davlen tushib ketgan. Borib o'tiraman. O'zimga qanday vaqt qo'yib yubormayapti. Choy ichib, hangama qilib, Instagramni ocha qilib o'tiramiz endi. Bizga o'z bahona kerak. Kecha ham Shabetdan keyin ishga chiqmagandi. Probka bo'yotuvdi. Bo'sh borgim kelmadi, zakaz bermadi. Shu bilan chiqmayman deb chiqmay qo'ydim. Hozir mana endi obeddan keyin chiqqanman uchun boshim aylanadi. Shu menga bahona kerak. Shu bahona bo'lsa menga ishlamasam deyman shekilli.